Abi yok. Ne yazsın? Shu bitta ko'ringchi, holatingizni ko'raylik. Keyin davom Nima etamiz. qilayman hozir? Nima harakat qilsangiz og'rigan, o'sha harakatlarni qiling. Mana undaqa yo'q edi-da. Aha. Kechda iloj bo'lmagan. Yo'q edi, ha. Qo'lda tajangchi qangacha yetib bor ekan? Bizda Belorit grija bor. Aha. Grijadan bog'lan qanoq turadi. Shu manera oriydan chiqib qoldi endi. Egilishga qiynaydi. O'tirib turayotganda egilishga yo'q. Ja yo'q demakki endi majburlab egilyapmiz. Bu keliningizdagi ham Belorit. Sizni ko'raylik, keyin uchini ko'ramiz. Bo'lmasa yo'q. Tomografiya olib kelmadik aka. Kerak emas. Bu biz tog'alar kelib ketibdi sizga. Ha. Shunga Xolam. ko'krakda oyoq uchigacha bormoqda. Denlarga ta'sir qiladi, yaxshi demoqchiman. Mana shu. Zrenasi ham pastda o'zi. Yo'q, ne yazsın? Shu bitta ko'ringchi, holatingizni ko'raylik. Keyin davom etamiz. Nima qilayman hozir? Nima harakat qilsangiz og'rigan, o'sha harakatlarni qiling. Mana undaqa yo'q edi-da. Aha. Kechda iloj bo'lmagan. Yo'q edi, ha. Qo'lda tajangchi qangacha yetib bor ekan? Yana qilasizmi bundimi? Yo'q, davom etamiz. Ha, davom. Holatlarni bilasizlar, o'tirib ko'rsinlar. Endi Grijaniki sal beraylik. Grijaniki bo'lgan endi bu og'riq tug'ildi, bu bilinmay turganda demak. Shunday, yengil og'riqlar bilinmaydi. O'zi aslida bo'lgan bo'ladi. Ko'rpachaga o'tirib turishlar qanday bo'lgan? Bo'ladi, marakaga borasiz, ko'rpachaga o'tirasiz. Sal qiyinchilik endi og'riq o'tirib turayotdik. Xo'p, ko'ramiz endi hozircha. Hozir endi Buncha yaxshi. qo'limiz zavq ko'rmasini ekan. Birpas o'tirib turing, yangani ko'raylik, keyin davom ettiramiz.